So today's topic is going to be about processes. Bugungi mavzuyimiz proseslar haqida bo'ladi. Demak, odatda proseslar bizda xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. The diagram below shows how instant noodles are manufactured. Qanaqa qilib instant noodlelar ishlab chiqarilgani bo'yicha. So manufacturing instant noodles. Uh, Production of smoked fish. yoki preparing and growing pineapples and pineapple production. Pineapple ananaslarni ishlab chiqarish jarayoni yoki misol uchun building an igloo I think igloo olive oil production yoki water filter assembly. Hop, boshlashdan oldin birinchi o'rinda ishlatiladigan sentence structure va linkerlar haqida gaplashib olamiz. Demak, birinchisi bizda brick manufacturing, g'isht ishlab chiqarish. Hop, bilamiz, har bir bizda berilgan report 4 ta bodydan iborat bo'ladi. Odatda main body 1, then main body 2. Har bir bodyda men odatda detailsni beraman, ya'ni asosiy ma'lumotlarni aytib o'tib ketaman ketma-ketlikda. Overview haqida gaplashamiz. Introduction is something I think that is really simple because you need to do only paraphrasing, right? Paraphrasing the prompt. Menimcha introduction bu eng oson qismi, shunchaki paraphrase qilib qo'ysam bo'ldi. Hop, overview haqida gaplashamiz. Main body 1 va main body 2. Main bodylarda odatda har bir jarayonni ketma-ketlikda aytib o'tib ketishim kerak. Demak, bizda brick manufacturing clay'da diggingdan qazib olishdan boshlanar ekan. Through digger, ya'ni mana shu machine orqali, keyin bizda metal griddan clay o'tar ekan va rollerga tushar ekan, to'g'rimi? Keyin bizda sand, water, ya'ni qum va suv qo'shilar ekan. Ular ikki xil holatda chiqar ekan. Birinchisi bizda ikki xil holatda chiqar ekan. Birinchisi wire cutter orqali brick qilar ekanman yoki mold orqali, ya'ni qolip orqali. Keyin drying ovenga borar ekan 24 to 48 hours. Then kiln degan joyga o'tilar ekan. U yerda birinchi o'rinda moderate isitish bo'lar ekan 200 va 980 gradus. Keyin high cooling chamber bo'lar ekan. Keyin u yerda 48 soatdan 72 hoursgacha. Then we have packaging and then delivery. Hop, shu jarayonlar har birini tasvirlash uchun menda linker ishlatishim mumkin va bizda yaxshi tarafi shuki, proseslarni boshqa insho turlarida o'zida berilgan lug'atlarni bemalol ishlatishim mumkin. Ya'ni ko'p o'zimdan lug'at qo'shmayman. Hozir bir qator ko'rib chiqamiz. Birinchi jarayonda aytishcha firstly yoki in the first stage deb boshlab olishim mumkin. Birinchi jarayonda. Misol uchun first, birinchi o'rinda clay is dug up using a machine called digger. Birinchi o'rinda clay qazib olinadi using a machine called digger. Digger deb atalgan mashina orqali. Yoki shuni o'rniga firstly in the first stage desam ham bo'laveradi. Yoki bizda mana buni ham berishim mumkin. The stage jarayon is when the first stage, right? Sorry. The first stage is when birinchi jarayon qachonki clay is dug up, clay qazib olinadi using a machine called digger. Digger degan mashinani ishlatib. So let me bound it. Hop, the process begins when jarayon qachonki boshlanadi. Bunda ham xuddi shunaqa. Ya'ni clay is dug up using a machine called digger.
keyingi ikkinchi, uchinchi, undan keyingi jarayonlarni aytish uchun men next, then, after this, following this, bundan keyin yoki in the following stage, in the stage after this, bundan keyingi jarayonda yoki this is followed by plus noun verb ing yoki compound sentence ishlatishim mumkin. Misol uchun next, keyin uh, Clay travels through a metal grid. Loy metal grid orqali o'tadi and falls to a roller va rollerga o'tadi. To'g'ri? Next, keyin Clay o'tadi orqali metal griddan va tushadi rollerga. In the following stage, endi buni ham xuddi shunaqa desam bo'laveradi. In the following stage, Clay capital V. Clay travels through a metal grid and falls to a roller va rollerga o'tadi. Hop, this is followed by noun or verb ing. Hop, buni farqi bor. Sababi bu yerda endi noun yoki verb ing berishim kerak. Misol uchun aytishim mumkin. Bizda ikkinchi jarayonda this is followed by this is followed by what? O'tish orqali. Clay o'tadi. For example, this is followed by putting clayni qo'yish orqali metal grid bo'ldi menimcha shu. This is followed by putting clay through a metal grid orqali and then it falls to a roller va keyin u rollerga o'tadi. And then va keyin o'tadi. This is followed by putting clay through a metal grid orqali o'tkazishdan ergashib keladi. Va compound sentence ham ishlatish mumkin, qo'shma gaplar. Hop, bularni qanday qilib ishlatar ekanman? Birinchisi, when, after, one stage 2. Qo'shma gaplar. Hop, endi keyingi jarayonimiz nima edi? Sand plus water qo'shilyapti bizga clayga va keyin u molding jarayoniga boryapti, to'g'rimi? Once clay is mixed, aralashtirilganda with sand and water, it goes to a forming stage. Shakl berish jarayoniga boradi. Once clay is mixed with sand and water, sand va water bilan aralashtirilgandan so'ng it goes to a forming stage. Shakl berish jarayoniga o'tadi. Stage 1, when once this stage is complete, stage 2. Misol uchun clay is mixed with sand and water, suv va shun bilan aralashtiriladi. Once this stage is complete, bu jarayon tugagandan so'ng it goes to a forming stage. Shakl berish jarayoniga boradi. Hop, clay is mixed with sand and water, after which qaysidan keyinki
It is given a shape. Unga shakl beriladi. To'g'rimi? So after which qaysidan keyingi is given a shape. So stage 1 after which stage 2. Clay is mixed with sand and water. Suv va qum bilan aralashtiriladi, which is followed by stage 2 as a noun or verb ing. So you need to understand here we are not given a clause, we are given noun or verb ing. And bu yerda men gap berganim yo'q. Sentence stage 2 ni ot yoki verb ing holatida beryapmiz. Hop, clay is mixed with sand and water, which is followed by shaping or giving a shape to clay. Clayga shape berish, ya'ni shakl berish orqali ergashgan, which is followed by. Demak, bizni asosiy ishlatadigan compound sentence'larim shular. Xo'p, endi agar davom etadigan bo'lsak, bizda ikki xil holatda shape berilar ekan, mold orqali yoki wirecutter orqali. So, aytishim mumkin, misol uchun, so once clay is mixed with sand and water, it goes to a forming stage. Forming stagega boradi. Clay is given a shape, unga shakl beriladi. Either orqali ikkovidan bittasida, either the use of a wirecutter orqali or a mold yoki mold orqali. Yoki clayni o'rniga bricks desam ham bo'laveradi. Bricks, g'ishtlar. Bricks are given a shape either the use of the use of a wirecutter or a mold. Demak, ularga shakl beriladi. Shu ikkalasi orqali, either or da. Hop, undan keyin drying oven ekan. Hop, biz keyingi in the following stage, keyingi jarayonda bricks are dried inside of an oven. Inside of an oven over the course of 24 from 24 to 48 hours. In the following stage, keyingi jarayonda bricks are dried, ular quritiladi, sabab bizda quritilish jarayoni edi. Inside of an oven, pechkani ichida, over the course of, shuncha muddat davomida, over the course of from 24 to 48 hours. 48 hours, 48 soat davomida. Next, keyin dried bricks, quritilgan g'ishtlar. Endi mana shu yerda e'tibor berishimiz kerak. Clay emas, to'g'rimi? Birinchi o'rinda ko'pchilik o'quvchilar xato qiladigan narsa shu. Birinchi clay deydi, keyin oxirigacha clay deb aytib ketishi mumkin. Yo'q, clay bizda roller metal griddan o'tdi, sorted out qilingan, keyin rollerga tushgan, keyin u sand bilan water mix qilingan, keyin bizda brick bo'ldi. Keyin bricksni nima qildik? Dry qildik. Va shu yerda men aytishim mumkin, dried, quritilgan deb. Endi bundan oldingi jarayonda nima bo'lganini aytib takrorlab ketish uchun, qanaqa g'isht haqida gapirayotgani uchun. Next, dried bricks, qurigan g'ishtlar go to
A kiln. Go to the first kiln. Birinchi kilnga boradi. Where qayerdaki? They are ular nima qilinadi? They are heated. Isitiladi. Under moderate temperature. O'rtacha temperatura ostida. Between 200 Celsius degrees and so and Celsius, what Celsius? Celsius degrees. Hop. Keyingi jarayon. Dried bricks go to the first kiln. Birinchi kilnga boradi. Where qayerdaki? They are heated under moderate temperature. O'rtacha temperatura ostida isitiladi. Between 200 and 980 Celsius degrees. Shuncha Celsius degree ostida. After this, bundan keyin in the second ikkinchi kilnda heat is again introduced to bricks at higher temperature from 2 Hop. After this, bundan keyin in the second kiln, ikkinchi kilnda heat is again introduced to bricks. Yana issiqlik namoyish qilinadi, ya'ni issiqlik beriladi yana g'ishtlarga. At higher temperature, yuqori temperaturada shu darajadan shu darajagacha. Cooling is so nima deylik? In the stage after this, next after this, following this. Hop. Bricks, g'ishtlar, bricks are then cooled. Keyin ular sovitiladi. Under 48 or 72 hours, shuncha vaqt davomida. When this stage is complete, bu jarayon tugaganda, they are packaged. Ular packaged qilingan yoki aytishim mumkin, which is followed by packaging. Qaysiki qadoqlash bilan ergashiladi. The process, jarayon. Bizda oxirgini aytish uchun the process ends when bricks are delivered. Nima qilinganda? Yetkazib berilganda yoki distributed. Bricks are then keyin ular sovitiladi, which is followed by packaging. Qaysiki packaging orqali ergashib keladi. The process ends when bricks are delivered and distributed.
ular delivered va distributed qilganda jarayon tugaydi. Va mana shu bizda umumiy to'liq ikkita main body'ni gaplari bo'lishi mumkin. Endi men ikkiga ajratib qo'yishim mumkin. Deylik, birinchi body'da diggingdan toki molding jarayongacha aytishim mumkin, ya'ni ularga shakl berish. Keyin drying, heating, cooling, packaging bularni alohida bitta jarayonda qilib aytib ketishim mumkin. Va mana shu next'dan deb bo'lib qo'ysam, o'zi ikkita body bo'ladi. Birinchi body'miz mana bu edi. Keyin bizda metal grid orqali bo'ldi. Mana shu bizda ikkita to'liq body va taxminan 133 ta so'zimiz bor. Demak, the process begins when clay is dug up using a machine called digger. Digger orqali qazib olinadi. Next, keyin clay travels through a metal grid and follows to a roller. Rollerga tushadi. Once clay is mixed with sand and water, suv va qum bilan mixed qilingandan so'ng, it goes to a forming stage. Forming stagega boradi. Bricks are given a shape either the use of a wire cutter or a mold. In the following stage, keyingi jarayonda bricks are dried inside of an oven over the course of from 24 to 48 hours. Shuncha muddat davomida. Next, keyin dried bricks, quritilgan g'ishtlar go to the first kiln, birinchi kilnga boradi, where they are heated under moderate temperature between 200 and 980 Celsius degrees. Shuncha daraja ortida. So, 1 minute, let me check temperature. I'm not sure it's countable or uncountable now. Yes, uncountable. Moderate temperature. Then after this, in the second kiln, heat is again introduced to bricks at higher temperature. Shunchada bricks are then cooled under hours, which is followed by packaging. Packagingdan ergashish kerak. The process ends when jarayon tugaydi, qachonki g'ishtlar delivered yoki distributed tashilganda. Va mana shu bizda o'zimiz hozir o'rgangan sentence structure va linkerlardan foydalanib yozgan bitta response'imiz brick manufacturingga. Xo'p, endi so when you describe tasvirlaganingizda the means or tool used to perform a stage, avoid using by. Xo'p, sizda ishlatilayotgan jihoz yoki biror bir narsa qanday qilinishi haqida gapirayotgan bo'lsangiz, odatda by'ni avoid qilishingiz kerak, oldini olishingiz kerak ishlatishda. Xo'p, nima ishlatish mumkin? Instead o'rniga jihozlar uchun ishlatish mumkin using the through use of nimanidir ishlatish orqali. Metodlar uchun is done through via by means of. Shularni berishi mumkin. Xo'p, bularga allaqachon misolni mana bu yerda berib ketdik. Misol uchun aytdik, bricks are given a shape, ularga shakl beriladi. Either the use of ishlatish orqali. Bu yerda qanaqa jihoz ishlatilayotganini aytyapman-da. Yoki masalan metal grid orqali o'tadi, to'g'rimi? Bu yerda sorting jarayoni bo'ladi. O'sha yerda aytishim mumkin edi. Sorting is done. Ajratish qilinadi through orqali, through a metal grid orqali. Yoki shuni aytishim mumkin edi. Via a metal grid. Yoki by means of a metal grid. Metal grid orqali sorting, ya'ni ajratish jarayoni qilinadi.
Hop, menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Bizda bu sentence structure'lari edi. Endi keyingisi useful language chunks and vocabulary for processes. Proseslar uchun foydali lug'atlar va language chunklar. It all begins when. Hammasi qachonki boshlanadi. Bu ham birinchi jarayonda aytish uchun ishlatiladigan bizda gaplardan biri. Over the course of shuncha muddat davomida. Bunga misol ko'rib ketdik. Mana bu yerda over the course of shuncha muddat davomida. This is then verb uch. Bu keyin nimadir qilinadi. Keyingi jarayonda aytish uchun. Something a device verb birinchi. Xo'p, bu shart emas. It undergoes a swift transformation in something. Agar men gapirayotgan bironta bir manufacturing yoki bironta process haqida gapirayotgan bo'lsam va u yerda u sezilarli o'zgarishdan o'tsa, o'shanda aytishim mumkin. It undergoes a swift transformation in something. Mana shu jarayonga o'tadi deb aytishda they yoki this then journey into a process. Gradually they enter a process, then it proceeds to a process. Something makes its way to a process deyishim mumkin. Va something travel through nimadir orqali o'tadi. Mana shu bizda 1, 2, 3, 4, 5 ta gapimiz keyingi jarayonda aytish uchun ishlatiladi. Mana shu jarayonga o'tadi keyin u deb. Misol uchun mana bu yerda aytdik, clay keyin metal grid orqali o'tadi. Yoki bizda drying jarayoniga o'tadi deyish uchun aytishim mumkin. They g'ishlar, ya'ni bricks demoqchiman. They then journey into a drying process. Quritish jarayoniga o'tadi. Where qayerdaki ular mana bunaqa quritiladi shuncha muddat davomida deb aytishim mumkin. Yoki gradually they enter a process. Gradually they enter a drying process. Quritish jarayoniga o'tadi. Where qayerdaki yana gap davom etib ketishi mumkin. Bu ikkalasida ham xuddi shunaqa. In the case of holatida. Endi biz ko'rdik, ba'zida ikki xil jarayon berib qo'yish mumkin ekan, ikkiga bo'lib berish mumkin ekan. Mana bu yerda ko'rgandek, forming shakl berishda ikki xil shakl berildi. Wire cutter yoki molding orqali. Xuddi o'sha holatda men aytishim mumkin. Bricks g'ishlar are formed in two ways. Ikki xil yo'lda shakl beriladi. In the case of the first one, birinchisini holatida, it is done, bu qilinadi, through orqali a wire cutter. Wire cutter orqali. Or yoki a mold is used. Mold ishlatiladi to give bergani shape to bricks. G'ishlarga shakl bergani. So bricks are formed in two ways. Ikki xil yo'lda shakl beriladi. In the case of the first one, birinchi holatida is done through a wire cutter. Wire cutter orqali qilinadi. Or a mold is used to give a shape to bricks. Impurities are removed. Hop, agar menda jarayon cleaning tozalash jarayoni bo'lsa yoki u rinsing tozalash deb aytib qo'ysa, rinse degani bizda bu ham tozalamoq. So here
To use water to clean the soap or dirt from something. Nimanidir tozalash. Rinse. Agar bizda cleaning yoki rinsing jarayon kelsa, u yerda odatda impurities removed. Notoza yoki kir, dirt olinadi deb aytishim mumkin. It is then verb 3 until it's time for verb ing. Bu ham bizda qo'shma gap, jarayonlar ketma-ketligini aytishda. Keyin tarqatish jarayoni men odatda distribution desam ham bo'laveradi. Bu o'sha bizda mana bu yerda delivery deb aytib ketdi-da, oxirida ham mana bricks are delivered yoki distributed tarqatiladi dedik. After being verb 3 is then verb 3. Nimadir qilingandan so'ng u yana nimadir qilinadi. Bu ham bizda compound sentence ishlatish uchun. Packaging paketlash yoki qadoqlash degani. Va mana shular bizda useful language chunks and vocabulary edi for processes. So what about writing overviews? Demak biz main body'lar ko'rib chiqdik ikkalasini. Overview qanday qilib yoziladi processlarga? Have to write overviews for processes. Processlarga overviewlar qanday qilib yozishim mumkin? Things you should mention in your overviews. Narsalar siz aytib o'tishingiz shart bo'lgan overviewda. Ko'pchilik qiladigan eng ko'p tarqalgan overview yo'llaridan biri ko'pchilik overall umumiy holatda deydi. Zira bu yerda bor deydi. Have 8 stages. 8 stages in the process of making smoked fish, starting with something. Okay, starting with gutting and ending with the distribution. Ko'pchilik shunaqangi oddiy overviewdan boshlaydi-da. Shunchaki nechta jarayon borligini aytib ketadi. 1, 2, 3, 4, 8 ta deydi. There are 8 stages in the process of making smoked fish. Smoked fish jarayonida. Starting with gutting and ending with the distribution. Birinchi jarayonda nomini aytib qo'yadi va oxirgisini. Endi bu eng ko'p tarqalganlardan biri. Lekin bu xato emas, to'g'ri, lekin siz yaxshiroq qilishingiz mumkin bo'lgan overview yo'llari bor. Xo'p, qanday qilib yozishim mumkin? Birinchisi, mention whether the process is simple or complex. Process oddiymi yoki qiyinmi? Shuni aytib o'tishingiz mumkin. Mention if the process takes much or little time or equipment. Qanaqangi equipment olishi yoki ko'p yoki uzoq vaqt olishini aytishim mumkin. Mention where the process takes place, farm or factory. Qayerda sodir bo'lishini aytishingiz kerak. Masalan, fermadami, zavoddami? Group the process into stages. Processni jarayonlarga bo'lib chiq. Menimcha eng muhim joyi shu va ko'pchilik shu joyda qiynaladi. Group the process into stages. Jarayonlarga bo'lib chiqdi. Xo'p, jarayonlarga bo'lish qanaqa stagesga? Jarayonlar. Xo'p, jarayon deganda bizda 1, 2, 3, 4, 5, 6 bular nazar tutmayapti. Bular steps, to'g'rimi? Qadamlar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. Xo'p, bizda birinchi jarayon bo'lishi mumkin. Masalan, tozalash jarayoni, to'g'rimi? Undan keyin bizda uni nima qilish? Ishlov berish jarayoni bo'lishi mumkin yoki quritish jarayoni bo'lishi mumkin. To'g'ri, mana bu bilan birgalikda. Yoki quritishni alohida ham berish mumkin. Xo'p. Salt water bilan aralashtirish va 5 minutes. Demak, ishlov berish jarayoni ketyapti-da. Keyin bizda quritilar ekan, dry qilinar ekan. Bu yana bitta jarayon. Va undan keyin oxiri nima qilinadi? Ular smoked qilinar ekan va colored qilinar ekan. Bu bitta jarayon. 1, 2, 3, 4 va bizda oxirgisi 5,
bo'lishi mumkin. Distribution tarqatish, ya'ni paketlash va tarqatish. Yoki the process of growing and preparing pineapples and pineapple products. Demak, o'stirish jarayoni va uni tayyorlash jarayoni. Bu yerda o'zi ko'rinib turibdi, bu bitta jarayon, bitta stage. Nima qilish? Growing stage. O'stirish jarayoni. Undan keyin bizda nima? Producing products from pineapple. Pineapple'dan mahsulotlar ishlab chiqarish. Birinchi bizda juice bor ekan, keyin canned pineapple'lar bor ekan, idishli va eksport uchun pineapple'lar tayyorlash. Demak, 1, 2, 3, 4 xil holatda bo'ladi. Ya'ni xuddi shunaqa qilib aytib o'tishim mumkin ekan. Ya'ni jarayonlarda prosesni jarayonlarga bo'lib olaman. Hozir ham bir qator ko'rib chiqamiz. Endi jarayon qiyin yo oddiyligini aytish uchun the process is relatively straightforward, ancha oson, fairly simple, quite complex or involving X stages. Shuncha jarayonni o'z ichiga olib. Yoki this is the fairly simple process, oddiy jarayon yoki multi-step process, bir nechta jarayonlardan iborat proses. Ya'ni qiyin demoqchimiz, kompleks. Ko'p vaqt oladimi yoki equipment. The process requires the use of specialized equipment yoki minimal equipment. Kam equipmentni yoki maxsus equipmentni o'z ichiga oladi. The process is largely automated. Asosan avtomatlashtirilgan. With machines handling most of the stages. Ko'pgina jarayonlarni mashinalar handle qiladi. The process is done by hand, qo'l orqali qilinadi, and requires no special equipment. Va hech qanaqangi special equipment talab qilmaydi. Ya'ni asosan odamlar qilinadi. Is done by hand. Endi qayerda jarayon sodir bo'lishini aytish uchun the process takes place on a farm, fermada bo'ladi. Most of the production takes place, sodir bo'ladi factoryda. Then moves to indoor facility, ichki facilityga o'tadi. For the final stages, so'nggi jarayonlar uchun. The early stages happen in a natural setting, tabiiy hududda sodir bo'ladi birinchi jarayonlar. While xuddi shu paytda the later stages, keyingi jarayonlar are carried out in a facility, bironta bir facility yoki factoryda bo'ladi. Zavodda olib o'tiladi, carried out jarayonlar. Xo'p, shu gaplarni men ishlatishim mumkin ekan uchalasi uchun. Xo'p, endi group the process into stages. Jarayonlarga bo'lish prosesni qanday qilishim mumkin? So before writing, divide the diagram into 3 or 4 logical groups. Logicheskiy guruhlarga bo'lib olish kerak. Look for shifts in location. Location, ya'ni joylashuvdagi o'zgarishlarni oqtaring yoki materiallarda yoki maqsadda. Va o'sha joylarda bitta stage boshlanadi va boshqasi tugaydi degan holatda belgilab oling. Misol uchun building an igloo. Igloo degan muz uy qurish. Hop, birinchi jarayon step 1. Hard pocket snow, qattiq qor. Snow solve, ya'ni qorni kesish. Ideal snow block size, uni shakli, demak qanchadir shaklda. This is blurry, ancha xira, lekin ko'rsa bo'ladi. Large blocks are at the bottom. Hop, keyin bizda yonma-yon qo'yilar ekan va block that is slightly too large for the last opening on top. Demak, kattaroq blok qo'yilar ekan tepasiga, bu yonma-yon qo'yib chiqilar ekan. Uchinchi jarayon. Keyin bizda nima bo'lyapti? Smooth the edges of the blocks, demak tekislab chiqarar ekan, smoothing, tekislab chiqarar ekan. Keyin place blocks in a circle building upward, demak oldiga qaratib turib bizda dumaloq shaklda qo'yib chiqar ekan. Va dig a hole under the wall to brace an entrance. Demak kirish qilish uchun tagidan teshib chiqilar ekan qorda. Step 4, to'rtinchi jarayon.
yana qor berilarkan va boshqa. Endi buni to'rttaga va oxirgi beshinchi jarayonimiz dig a hole in the shape of the desired entrance. Kirish shakl qilib chiqarkanmiz. Then cover the hole with snow blocks. Keyin qor bloklari bilan bekitib chiqarkanmiz. Hop, birinchi jarayonni men preparation, tayyorlash jarayoni deb olishim mumkin. Tayyorlash jarayoni qachon edi? Mana bu yerda bizda tayyorlash jarayoni bo'ldi. Kesib, shakllarga qo'ydik. Keyingi jarayonchi construction, qurish jarayoni. Qurish jarayoni endi bizda mana buni o'z ichiga oladi, buni o'z ichiga oladida. Hop, finishing, tugatish uchinchi jarayon. Demak, finishing mana bu 4 bilan 5. Sababi men ichki va tashqi joylarini tekislab, silliqlab chiqdim va kirish qildim. Va overall mana bunaqa bo'lishi mumkin. Overall, the process can be divided into 3 main stages. 3 ta jarayonga bo'linadi. The preparation of snow blocks, qor bloklarini tayyorlash, construction of the dome structure, dome degan o'sha mana bunday shakl, dome structure'ni qurish, and finishing of both the interior and entrance. Demak, ichki qismini tugatish va tashqini. Ichki qismi va tashqi. Olive oil production. Olivkivi masla ishlab chiqarish. The diagram below shows the production of olive oil. Hop, nima qilyapti? Teryapti, tozalayapti. Mana rinsing, cleaning deyildi, to'g'rimi? Cold water bilan beltdan o'tar ekan, keyin smashing maydalanar ekan. Olive pasta, olive stones olinar ekan. Keyin bag with holes, demak packaging qilinar ekan, bags bilan pressing, press ajratish. Ajratish jarayonida bizda oil bilan suv ajratilar ekan, keyin storage va seal. Storage qilib turib sotilar ekan. Hop, birinchi jarayonimiz albatta harvesting and cleaning bo'lyapti. Ya'ni harvest qilish, ya'ni yetishtirish va tozalash. Keyingisi processing, jarayon berish. Ya'ni bu smash qilish, olive pastasini olish. Extraction. Undan keyin bizda uni ekstrakt qilinyapti, ya'ni yog' olinyapti, to'g'rimi? Extract. Bu davomi. Distribution va tarqatish oxirgisi. So overall, the process can be grouped into 4 stages. 4 ta jarayonga: harvesting and cleaning the olives, olivkalarni tozalash va yetishtirish, processing them into paste, ularni paste'ga process qilish, ya'ni olive paste'ga mana. Extracting the oil, oilni chiqarib olish, ya'ni somkalarga qo'yib, ularni bizda press qilindi, separate qilindi, to'g'rimi? Va finally storing it for sale, va sale uchun ularni store qilish. Water filter system. System diagram 3 stages. 3 ta jarayon bo'ladi bu yerda. Hop, water filter assembly, demak suvni filtr qilish, tayyorlash jarayoni. Suv quyilyapti, demak bu bir. Keyin u sand, charcoal and gravel orqali o'tar ekan. Storage drum, demak storage drumni ichida. Keyin plastik barrel, tashqarisi plastik bilan o'ralgan bo'lar ekan, tepasi plastik lid bilan security qilinar ekan. Va cleaned water bizda storage drumga tushar ekan. Demak, bu bitta suv quyish jarayoni, bitta tozalash, bitta va uni storage qilish, ya'ni store to'plash uchinchisi. Demak, input kirish, filtration tozalash, output, ya'ni mana bu. Umumiy holatda system involves 3 broad stages. 3 ta jarayonni o'z ichiga oladi. The input of dirty water, kir suvni o'z ichiga olish, filtration through natural materials, toza materiallar orqali, ya'ni tabiiy materiallar orqali filtration qilish va to'plash toza ichimlik suvini alohida drum, idishda, in a separate drum. Recycled plastic to clothing, qayta ishlangan plastik kiyimga 11 ta alohida o'zi steps
qadamlar to'rtta jarayonga bo'lib oldik. Demak, plastik botellar transport qilinarkan factoriesga va sorting qilinar keyin kesilarkan, yuvilarkan, quritilarkan, boiling qaynatilarkan va straining qilinarkan. Ya'ni ularni tolalarga ajratib chiqargan. Demak, bu birinchi jarayon. Keyin bu bizda ikkinchi jarayon. Keyin uchinchisi va mahsulot yasash to'rtinchisi. Hop, collection and transport, processing qayta ishlash, manufacturing ishlab chiqarish, ya'ni mana bu yerda ishlab chiqaryapmiz. Final product, oxirgi mahsulot. Umumiy holatda process is quite complex and involves four broad stages. Ancha murakkab va to'rtta jarayonni o'z ichiga oladi. Collection and transport of plastic waste, ularni to'plash va transporti. Processing of the material, materialni process, yani qayta ishlash, to'g'rimi? Qayta ishlashda mana sort qilindi, ajratildi, kesildi, wash qilindi, quritildi, qaynatildi va ipak materiallarga ajratildi. Manufacturing of fabric, demak, material ishlab chiqarish mana bu qismda. And finally, production of finished clothing va ishlab chiqarish tayyor mahsulotni, kiyimni. Hop, endi stage vocabulary jarayonlarda aytish uchun menda lug'atlar. Preparing, preparation, tayyorlash, materiallar, collection, yig'ish, filtration, tozalash, construction, qurish, finishing, tugatish, storage, to'plash, harvesting, yetishtirish, bironta bir mahsulotni, processing, unga qayta ishlov berish, ya'ni treating or changing material, materialni o'zgartirish. Processingga odatda men heating, cooling, drying, cutting kirishi mumkin, ya'ni kesish, quritish, unga issiqlik berish, ishlov berish, bular hammasi processing jarayoni bo'lishi mumkin. Extraction, ya'ni biron nimani extract qilish, olish. Misol uchun, bironta bir mahsulotni tozalab, yuvib, undan yog' olish yoki bironta bir suvni ajratib olish extraction. Manufacturing, mahsulotni ishlab chiqarish, distribution, tarqatish, output yoki result. Ya'ni bu oxirgi bizda mahsulotni output yoki result deyishim mumkin. Va mana shu bizda stage vocabulary ekan. Hop, endi sample for smoking fish. Smoking fish uchun bizda bitta sample. The diagrams below shows the small scope about production of smoked fish. Quritilgan baliqni ishlab chiqarish bo'yicha ekan. Hop, qisqacha umumiy aytib o'tish. The report outlines the information about the production of smoked fish. Demak, smoked fishni ishlab chiqarish bo'yicha. Overall, umumiy holatda this is a relatively straightforward process. Bu ancha oson jarayon, consisting of four main stages. To'rtta jarayondan iborat. Starting with the preparation of fish, baliqni tayyorlash bilan boshlanadi, followed by drying, quritish, smoking and coloring. Demak, drying, smoking and coloring. The procedure requires several basic ingredients. Bir nechta asosiy ingrediyentlar o'z ichiga oladi. Tuz, suv, smoking tools and a yellow color. Shu narsalarni, ya'ni ingredient toolsni o'z ichiga oladi. Hop, men jarayonni bo'lib oldim. Nechtaga? To'rtta jarayonga bo'lib oldim. Demak, preparation tayyorlash, keyin quritish, smoking va coloring. Va oson qiyinligini aytib o'tdim va o'z ichiga qanaqa tool jihozlarni olishini ham aytib o'tdim. Endi qayerda sodir bo'lishini aytib o'tishim shart emas, sababi o'zi berilmagan bizda, to'g'rimi? It all begins with, hammasi boshlanadi gutting fish, baliqni ichini tozalash bilan, where inedible internal organs are removed, yeb bo'lmaydigan ichki a'zolar olinib tashlanadi. Then it travels to a stage, u keyin shu jarayonga boradi, qayerdaki is left for approximately
30 minutes 30 minutga qoldiriladi. In a mix of salt and water. Salt va water ichida. This is followed by, bu ergashgan, exposing, chiqarish, ya'ni qo'yish bitta holatga. The fish to heat olovga for under 5 minutes, 5 minutga. 5 minut. Before it is dried in open air. Toza havoda dried qilinishidan oldin. Before. Keyingi jarayon. The next stage involves, o'z ichiga oladi, smoking the fish, baliqni smoke qilish, mana smoking jarayoni. It is placed, u joylangan inside a vat, vatning ichiga, vat ekan bu, vatni ichiga for period of 30 minutes, 30 minutga vatni ichiga qo'yildi. Qaysiki o'z ichiga oladi, smudging water, demak qanaqadir suvni o'z ichiga olar ekan. Wooden lid, yog'och lid, ya'ni qopqoq, lid degan qopqoq, tepa qismi, is placed on top of the vat, vatning ustiga qo'yiladi. In the final stage, so'nggi jarayonda, the fish is colored with a yellow dye, dye degan rang, sariq rang bilan colored qilinadi mana. After which, qaysidan keyinki, is ready for distribution, tarqatish uchun u tayyor. Yani packaged qilib tarqatiladi. Va mana shu bizda bitta sample bo'lishi mumkin qanaqa proseslarni yozish bo'yicha.